1897-yil Vengriyada tug'ilgan ixtirochi olim William Reich tibbiyot fanlari bo'yicha doktor. Psixoanalitik, psixoterapiya bo'yicha amalga oshirilgan bir nechta ixtirolari bor. Kunlardan bir kuni u ommaga yangi Cloudbuster deb nomlangan ixtiro ustida ishlayotganini e'lon qiladi va u orqali sun'iy ravishda yomg'ir yog'dirish mumkinligini da'vo qiladi. Afsuski hech kim unga ishonmaydi, lekin Reich ixtiro ustida ishlashda davom etadi va uni nihoyasiga yetkazgach, ilk sinov uchun Bangor shaharchasini tanlaydi. Chunki Bangorda yoz asosan quruq bo'lganligi uchun hosillar nobud bo'lish arafasida turgan edi. 1953-yil 6-iyul kuni Reich o'z qurilmasini ko'l yoniga o'rnatadi va ilk sinovni o'tkazadi. Bu hodisaga unga yordam bergan 3 kishidan tashqari o'sha kecha hosillarni yomg'ir bilan qutqarib qolgan dehqonlar ham guvoh bo'lishgan. Ha, to'g'ri eshitdingiz, yomg'ir yog'gan, qurilma ish bergan edi. Reich o'z uskunasini ishga tushirganida osmonda g'ayritabiiy shakldagi bulutlar paydo bo'ladi va o'sha kuni tunda yaxshigina yomg'ir yog'adi. Bu voqea haqida o'sha yilning 24-iyul kuni nashr qilingan New York Times va Bangor Daily News gazetasida ham chop etilgan. Shu yerda izoh berib o'taman. Cloudbuster yo'qdan bor qilmaydi. U havo oqimini o'zgartirib, yomg'irli bulutlarni kerakli joyga yo'naltiradi. Yomg'ir yog'dirish kerak bo'lgan hudud atrofiga bir nechta Cloudbusterlar joylashtiriladi va ularning bir vaqtda ishlashi fizik jarayonni ishga tushiradi. Lekin afsuski, Cloudbuster bugungi kungacha yetib kelmadi. Negadir ilmiy tadqiqot markazlari Reichni bu ishini qoralab chiqishdi. Hukumat esa olimning ixtirosini musodara qilib, mustaqil ilmiy ishlariga cheklov qo'yadi. Tasavvur qiling, birgina mana shu ixtiro bilan qancha davlatlarni oziq-ovqat inqirozidan qutqarish mumkin edi. Lekin buni kimdirlar xohlamagan.